Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Bitta yana Fayzli xonadonimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Chegnasidan qishlog'i Olmazor ko'chasi 12-uyga. Mana shu qishloqdagi usta akalarimiz chiroyli sifatli darvozalar ustunovka qilib, mana hozir bitirishdi. Assalomu alaykum. Charchamasin, qo'lingizda ko'zmasin. Tanjoni sog'mi, tinchmisiz? Xudoga Xudo xolasa bitirdingiz-a? bitirdik aka. Hamma joyi joy-joyda. Joy-joyda aka. Uy egalari rozi. Uy egalari. Qanaqa fason endi bu usta aka? Bu aka high-tech fason qalinidan. High-tech fasonda qalinidan. Ha, 3 qavatli. Lislari qalindan. Lislar qalinligi 1.8 lik lazer variantda, ikkinchi qavati ham 1.8. Ha. Orqasi 1.3 shtampovka listdan, ichi shumka bo'lgan, rezinovoy shumka bo'lgan. Shamolda shumkasi endi u taqillatganda ovozi u tomonga o'tkazilmaydi. Yo'q, taqillatganda ovoz chiqmaydi, yugurib ketib, kalla qolsa ham ovoz chiqmaydigandan bo'ladi bu. Bemalol shovqinni ham ko'taradigan darvoza. Shamolda yopilib ketsa ham ovoz chiqarmaydi. Xudo xolasa. Men bilmayman. Dash odam kirgani bilinmaydi aka. O'sh, chekkalariga profilni shiviller qilib beribsiz. Shiviller qilib berganmiz egasiga, zakazga. Ya'ni endi umr uzoqroq bo'ladi. Ha, umr uzoqroq bo'ladi, chirib ketmaydi. Taylargacha mana shiviller. Hamma darvozamizdagi shiviller bo'ladi. Kimdir profil chirib ketyapti, to'g'risi shiviller qilib beryapti. To'g'ri, mana. Shu narsaga e'tibor beringlar. Qadrdonlar, imkon qadar darvoza xarid qilayotganda pastki qismiga shiviller qo'yish kerak, sababi uncha-munchaga zanglab, chirib, korroziyaga uchrab, yemirilib ketmaydi. Agar profil bo'ladigan bo'lsa, tez yemiriladi. Darvoza chiroyli bo'lishi mumkin, taglari chirib ketadi, shuning uchun almashtirishga to'g'ri kelib qoladi. Xuddi shunday. Buni qanaqa rang endi usta aka? Buni rangi mokri, GNJ bilan gekkallashtirilgan Devo kraska aka Devo bular. kraska, laklangan, Laklangan обязательно, xudo xolasa 1 yilga garantiya beramiz. Garantiya berishda usti yopiqqa garantiya beramiz aka. Usti ochiqqa biz garantiya beramiz. Mana shu hozir usti yopiqqa kiram. Ha, bu usti yopiq aka. Zo'r. O'zi ahamiyat bersalaring, bir xilga endi darvoza chiqaradigan akalarimiz 3 yil kafolati bor, rangi o'chmaydi, boshqa deyapti-yu. Misol, mashina kraska deyapti. Kerak bo'lsa, bitta Li9 mashinasini ham 1 yil oftaga qo'yib qo'ysa, kraskasi o'chib ketadi. Falon pulli mashina bo'lsa ham-da. Shunday. Uni salqinda saqlaydigan bo'lsa, haqiqatan 10 yil ham turaveradi. To'g'ri aka. Allohlarga kazirohlar bilan ham qilib beraveramiz. Ha, shuning uchun. Ochiqlariga. Ha, tepalari kazirogan qilib beraverasiz, ha? Qilib beraveramiz. Ham chiroyli chiqadi. Hozirgi kunda mana kaziroglariga stoyka tushsa, ishtara boshqa deyapti, yig'ishtirasan deyapti. Stoykasi qilib beramiz. 3 metrgacha chiqarib beramiz. Xuddi shunaqa qilib chiqarib ham beraverasiz, ha? Misol stoykasini devorga qadab oladigan qilib. Shunaqa qilamiz. Yo'q. Yana darvozadan tashqari nima ishlar kelaveradi usta aka? Sovri, naves, kazirok, libo ishlar kelaveradi. Perilla hammasini qilaveramiz. Biz xudo xolasa bundan ortsak, hammasini qilamiz. Biz zakazimiz ham shundan ortgizmay qolyapti. Inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Yana xizmatlarchi aka? Bu xizmatlari O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraveramiz. O'sha vodiydan tashqariga dastavkalarni kelishamiz. Ozgina qo'shilib qoladi. Ozgina qo'shilib qoladi. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Dastavka, ustanovkasi. Ustanovkasi hamma ichida. Mabodo 1 yildan keyin qanday holatlar bo'lsa, servisi ham ichida. Hamma ichida. Yetkazib bo'lishi mumkin. Zo'r, a'lo darajada. High-tech fason dedik-a buni. Ha, kvadrati. O'rdalarida endi mana nejevigalarimiz laklinkasi desam, bu o'zi original rangi shunaqami? Original rangi aka. Bu darvoza endi zanglamasin. Temir chirgan taqdirda bular ham chirinmaydigandan bo'ladi. Zo'ridan bo'ladi. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Endi darvozamizni orqa holatini bitta ko'rsataylik ustaga. Bismillahirrohmanirrohim. Orqalari endi mana. Mana shu orqasi shtampovkali listlardan qilingan. Shu degani shu bo'ladi. Jini mana akalar. Yo bismillah. Buni qarang. Endi mabodo shamol kelsa ham qattiq yopilganda ovoz uncha-munchaga chiqmaydi. Keyin mana haqiqatan ham bugun bo'llaring-a bu yerda. Ha, bugun bo'ldi. Gap bo'lishi. Egasiga yoqdi. Tepalariga ahamiyat beradigan bo'lsalaring, tepasi shu 40 sm joyi lazerli listi o'zidan qilingan, sababi havo yaxshi aylanib turishligi uchun. Darvozaxona ham qorong'i bo'lib qolmaydi. Nur tushib turadi. Dim bo'lib qolmaydi. Dim bo'lib qolmaydi. O'zi ko'p qishloq sharoitida mana darvozaxonaga bittasi tapchan deymiz, so'ri deymiz, o'shani qo'yib qo'yadi. Havo yaxshilanadi. Mana shu ochiq joyi borligi uchun zo'r aylanadi havo. Agar mana shu joy yopiq bo'lsa, bu yerda hech kim o'tira olmaydi. O'ta dim bo'ladi. Shuning uchun zo'r bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana, mashalloh.
Yana qanday ma'lumotlar qoldi? Mana bu oshiq-moshlar qanaqa endi bu? Bularni aka pachinni qo'yganmiz. Hammasi pachinliklar. Darvozani nomiga yozsam, dali qatib, bir ichi zanglab qolib ketmaydi umuman. Demak, darvozani og'irligiga odam yopib turganda bilinmaydi. Bilinmaydi, vosh bilinmaydi. Bemalol chiqib Zamoglari-chi endi ustiga? zamoklar aka zuber bo'ladi. O'sha hozirgi trendda shu asosan hadovoy ketyapti turgan zamoklar. 5 yilga bular garantiyasi bilan chiqadi. 5 yil. Zo'r. Buzilib qolsa, demak, siz ham mashina olgan joyingizga olib borsangiz almashtirib beravergan. Almashtirib berilaveradi aka. Endi shu bolla osilib buzib olmasa bo'ldi. Tushunarli. Buni endi domofon yoki boshqa mahsulotlar qilib bering desa ham, Hammasini qilib beraveradi. o'rnatib beraverasiz. Liboy fason. Ko'niga yoqqani bo'lsa ham qilib beraveradi. O'zi necha xil darvoza endi sizda buyurlar? Bizda shu hozir 100 xilga yaqin bo'lib ketdi. Eng arzoni necha puldan necha Eng pulgacha? arzoni 500 mingdan ketaveradi. Bu 1,5 million 2 million Sofiyalar shunaqa. Bo'ldi. Bunimiz necha pul endi hozir 1 kvadrat? Kvadrati 1 million 200 mingdan. 1 million 200 ming so'mdan razmeri nechaga yetdi? Baxtayni o'tib beramiz. Razmeri 3 metrga 340. Ha. Shunda 12 milliondan o'tib qoldi, ha? 12 million 240 ming bo'ldi. 240 mingini o'tib berdik. Gap bo'lishi mumkin masalan. Ustalarda ehsoni bor ustalar ekan. Akalar, ukalar endi mana o'rnatilgan joyidan deganlarcha o'rnatilgan joydan oldi. Juda ham chiroyli turibdi. Endi mana shu uyimiz tashqi tomoniga bir rang berib qo'ysak, boshqa qilib qo'ysak, juda ham chiroyli bo'lib qoladi. Ko'rkam bo'lib qoladi akalar, qadrdonlar. Endi 2026-yilda imoratingizga darvoza qo'yish xizmati, darvoza yasaydigan ustalar xizmati kerak bo'lsa, mana shu ustakamizni nomerini pastga qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaring bizning nomimizdan chiqqanlarga misol qanaqa bonus qilib berasiz? Bonus qilib beramiz, xursand qilamiz aka. Xursand bo'ladi. Otangga rahmat deydigan darajada qilib berasiz. Yashang, yashang ustaga. Tani joni sog' bo'lsin. Bundan tashqari fasollari ham bor. Faqat chiroyli qilib like bosib, obuna bo'lib, keyin qo'ng'iroq qilib. Musofirdan chiqqan akalarimizga ham kattaroq ikkita qilib bering, ha? Bo'ldi aka. Darvozaxonasi katta bo'lsa o'zimiz chotka xursand qiladigan qilib o'tkazib beramiz. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasiz akalar, ukalar, qadrlar. 2026-yilda uyga darvoza o'rnatish xizmati. Videoning pastidagi nomer sizlar uchun. Tani joylar sog' bo'lsin. Charchamanglar, like bosib qo'yinglar.